I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Xayrli kun. Qahva ichishga nima deysiz? Yaxshi yangiligim bor. Agar bugun mehmon qilsangiz, dadamni sarmoya tikishga ko'ndirishim mumkin. Golden Tree'ni dam olish maskani loyihasiga. Mehmon qilish muammo emas. Unga biroz shipshitgandim, ammo kompaniyangiz yoqmadi. Axir unga bezori asos solgan. Ammo dadam ra'yimni qaytarmaydi. U bezori emas. Buni unutmang. Nima farqi bor? Kirim miqdori va shartlar mos kelishi kerak. Kelishib olinadigan ko'p masalalar bor. Avval ayting, u nima izlayapti? Tavba. Mido. Mensiz boshlab yubordinglarmi? Ha. Yaxshi emas. Shu tushiribsizlar-ku. Mehmoningiz kutib qoldi, uni yolg'izlatmang. Buyurtmangiz tayyor. Nima, uni taniysizmi? Ha, U ham shu kompaniyada ishlaydimi? qo'l ostimda ishlaydi. Siz ham taniysizmi? Albatta. U tarbiyasiz va bir tiyinga qimmat qiz. Qashshoq va g'alamis. Bas qila olasizmi? U meni xodimim va yaxshi inson. Mido haqida boshqa bunday demang. Ishdan bo'shating. Agar bo'shatsangiz, otamdan sizlarga sarmoya kiritishni so'rayman. O'zingizni kim deb o'ylayapsiz? Menmi? Sarmoyador. Sarmoyadorlarimiz hozircha yetarli. Yolg'iz ovqatlanishingizga to'g'ri keladi. Direktor. Mido, ketdik. Kerak emas. Bo'ldi qol. Ketdik. Yana internetga tarqab ketsa nima bo'ladi? Golden Tree o'z mavqeini yo'qotadi. Hamma bizni bemulohaza deb o'ylaydi. Undan nafratlanaman. Men ham. O'xshash taraflarimiz ko'p. Kiyiming rasvo bo'ldi. Kel, qaytishdan avval uni tozalatib olamiz. Qahvalarim qolib ketibdi. Boshqa olib beraman.
Mido, nima bo'ldi? Boyagi qanday qo'ng'iroq edi? Menga aytishing mumkin. Sir saqlashni bilaman. Gap shundaki, ishlashni juda xohlaydigan bir kompaniyamdan qo'ng'iroq qilishdi. Stage Plus, bilasanmi? Ha, bilaman. Bu firma ko'plab rassom va art direktorlar bilan ishlaydi. U mamlakatimizdagi ko'rgazma va tadbirlarni tashkillashtiruvchi eng katta kompaniya. O'sha yerdan qilishdimi? Golden Tree'ga kelishimdan avval ularga ham ariza topshirgandim. Tez-tez borib turadigan bo'ldim, ammo har safar menbop ish yo'qligini aytishardi. Hozir bor ekanmi? Ular meni suhbatga chaqirishdi. Qachonga? Bugun soat 3 ga. Somidoni topshiriq bilan jo'natdim. U muhim hujjatni qurilish maydonida qoldiribdi. Tezda olib kelishini aytdim unga. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient. Xonimlar va janoblar, e'tiboringizga ochilishga quyidagi rejani tayyorlab qo'ydik. Ekranda ko'rib turganingizdek, mashhur qo'shiqchini jalb qildik. Maqsadimiz yoshlar e'tiborini tortish. Yetib keldim. Yaxshi. Menga ma'qul. Qarshi chiqayotganding-ku. Aminmisan? Ha? Demak, keyingi masalaga o'tsak. O'tgan safar ma'ruzamga kelgandingiz-a? Ha, yana ko'rganimdan baxtiyorman. Ikkinchi bo'lmaning tepasida hujjat bor. Uni tekshirib ko'r. Somido, qochib ketishingga izn berdim. Endi tushlik qarsan. Somido? Odam ham shunchalik bo'shang bo'ladimi? Kechiring. Kechiringlar. Kelasi safar hushyor bo'ling. Xo'p bo'ladi. Kelishdikmi? Sho'rva ichasizmi? Yo'q demasdim. Bir, ikki.
Zot oliylari, iltimos qaroringizni o'ylab ko'ring. Bizga rahmingiz kelsin. Bizga rahmingiz kelsin. Rahmingiz kelsin. Alo, bu Pechubokmi? Kimsiz? Xantesanning kotibi. Siz bilan uchrashishimiz kerak. Nima? Gapingizni eshitmadim. Kim telefonda gaplashyapti? Yolg'iz ishlaysizmi? Yo'q, yordamchim bor. Sho'rva ajoyib ekan. Xuddi onamning bir vaqtlardagi sho'rvasi kabi. Buni sababi natriy glutamatdan foydalanmayman. Buni? Yo'q. Menga ishoning. Pekso Juni ertalabki qilig'idan xavotirdamisan? Nimani aytyapsiz? Kechir. Keling, ishda bular haqida gaplashmaylik. Kechqurun bir ishim bor, keyin seni ko'rgani boraman. Meni ham ishim bor. U yerdan kech bo'shasam kerak. Xo'sh, gapir. Suhbat qanday o'tdi? U suhbatni qanday qilib rahbarim bilan muhokama qilaman? Rahbaring bilan emas, do'sting bilan o'rtoqlash. Uels qirollik akademiyasi va o'sha firma qo'shma loyiha ustida ishlayotgan ekan. Osiyolik rassomlar ko'rgazmasini tashkillashtirish ustida. Ularga Angliyada ishlaydigan odam kerak. Senga taklif qilishdimi? Ishni eng quyidan boshlayman. Barakalla. Tabriklayman. Albatta o'zingni ko'rsatishing uchun vaqt kerak. Bu ajoyib imkoniyat. Hozircha bu shartnoma 2 yilga. Kelasi oyda ishdan bo'shayman. Kimchi olib, seni ko'rgani boraman. Nima bo'ldi? Ushbu kompaniya oldida qarzim bor. Sen uchun men to'layman. Mido. Orzuyingdan voz kechma. Hatto ishlaring o'xshamagan taqdirda ham bu hech nima qilmagandan ko'ra yaxshiroq. Meni tajribamdan o'rnak ol. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my night. Xayrli kech. Senga qanaqasi yoqishini bila olmadim. Qarachi. Kuragingizdagi plasterni olib tashladingizmi? Qo'llarimni yuqoriga ko'taraman. Kechir meni. I love
love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Firmangizga endi ochilibdi. Xo'sh, nima bo'pti? Kechir. Xudbinlik qilib hatto nimani istashing bilan ham qiziqmabman. Yonimda ishlashingga majburlaganimning sababi har kuni ko'rib turishni istagandim. Qolaversa qarzim ham bor. Bu bir bahona edi. Har kuni ishda ko'rishish nasib etmaydi. Ammo shahar tashqarisidami? Londonda. Angliya. Xorijdami? Topshiriqni bajarishga ulgursak, 2 yilga yo bo'lmasa 3 yil. Menga ruxsat berasizmi? Chindan ham o'sha yoqqa borging kelyaptimi yoki teksoju tufayli qochib ketyapsanmi? O'ylab ko'rishimga ozroq vaqt bera olasanmi? Tezsan? Biron nima bo'ldimi? Boshingizga kulfat tushdimi? Hech nima bo'lmadi. Unda nega? Tezsan. Bu tush emasmi? Uxlamayapmanmi? Xushman. Yoki shirin tushdan uyg'onishni istamayapman. Soju. Kechir. Kel endi hamkor va do'st sifatida ham uchrashmaylik. Yo'q. Men uchun qilganlaringni hech qachon unutmayman. Hatto ko'rishma. Bu bor yo'g'i tush. Hozir uyg'onaman, hammasi tarqab ketadi. Yoqtirgan qizim bor. Uni xayoliga shubha gumonlar oralashini istamayman. Unga bu narsa yoqadimi, yo'qmi? Qayoqdan bilasiz? U ham sizni sizchalik qattiq seva oladimi? Shunga umid qilaman. Tezsan. O'zingizni baxtsiz qilyapsiz. Kechir. Iltimos boshqa ko'rishmaylik. Alvido. Shuning uchun ham yolg'izsiz. Odamlarga bag'ringizni ochishni o'rganing. Hayot ertaga tugamaydi. Kelajakda nima bo'lishi esa hali noma'lum. Tezsan. Men ham xayrlashmoqchiman. O'rdak to o'lgunicha ko'zini ochib ko'rgan narsaning ortidan qolmas ekan deb eshitgandim. Birinchi marta sizni ko'rganimda o'sha o'rdak holiga tushganman.
Meni baxtiyor qildingiz. Yaxshi insonsan. Mendan nafratlanishga haqqing bor. Menda siz istagan narsa yo'q. Orzuyingizdagi inson emasman. Shundaymi? Bilaman shunday. Faqat buni tasdiqlab olmoqchiman. Soju, Ketishingizdan oldin bir gapni aytmoqchiman. Agar hayot yo'lida adashsangiz, unutmang. Men sizdan bir qadam up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Uyingdagilarga aytdingmi? Buni bilaman, shuning uchun hozircha indamadim. Dadam rozi bo'ladi, ammo oyimni fig'oni falakka chiqsa kerak. Demak, hali hech kim bilmas ekanda. Qallig'imga aytdim. Xo'sh, u nima dedi? O'ylab ko'rish uchun vaqt so'radi. Agar u ruxsat bermasa, parvoz qilmaysanmi? Ruxsati shunchalik zarurmi? Bu hazilakam ish emas. Men begona yurtga va uzoq muddatga ketyapman. Bunday vaziyatda orani ochiq qilgan ma'qul. Biroq bu aynan shunday yo'l tutish shart degani emas. Nima bo'lganda ham bugun uchun rahmat. Ishing o'ngidan kelsin. Shirin tushlar ko'r. Janob-ku, Dongu, nega ertalabdan yo'qlab qoldingiz? Tinchlikmi? har kuni tongda menga yordamlash. Buni qarang-a. Nima sizningcha men bekorchimanmi? Men bilan ishlasang har kuni bo'sh vaqting bo'ladi. Men ketdim. To'xta. Bu nima? Axir qimmatbaho qog'ozlar bozorida o'ynamoqchisan-ku. Qayoqdan? Xivam bilan ishlayapsanmi?
man Golden Tree'dan Yun ular atrofida o'ralashayotgani haqida eshitdim. Aloqani o'z. Ular uchun bir xo'raksan. Shunda ham ko'r-ko'rona sadoqating tufayli ko'p narsadan mahrum bo'lding. Qiyinchiliklar tugaguncha ko'zga ko'rinmaganing ma'qul. Shuncha pulni qayerdan olganingni hech kimga aytmayman. Xantesan o'ng qo'lini tashvishlardan ortmayapti. Meni bir rejam bor. Ko'rishguncha. Kecha javob bera olmaganim uchun uzr. Kelganingiz uchun rahmat. Ismim Li Chanxi. Hech tushunmayman. Qanaqasiga shunchalik bag'ri tosh bo'lishingiz mumkin, ha? Balki u sizlarni ko'rishni istamas. U bilan uchrashish niyatim yo'q. Shunchaki ahvoli bilan tanishib bilmoqchiman. Ha, shundaymi? Avval qo'ng'iroq qilib olay, keyin birga boramiz. Ha, doktor Xan, bu men. Hozir ko'rishsak. Dol, nima deb o'ylaysan? Mijun yulduz bo'larmikan? Qayoqdan bilay? Buni faqat o'zi biladi. Hatto hamma narsa undan yuz o'girsa ham o'ziga bo'lgan ishonchini yo'qotmasligi kerak. Sen kabi aqlli bolani hali hech uchratmaganman. Juda topib gapirasan-da. Barakalla. Uni chizgan rasmlarini aytmaysizmi? Agar yoshroq qizim bo'lganida seni albatta kuyov qilardim. Menga Mido yoqadi. U chiroyli. Men shu yili to'y qilishni rejalashtiryapman. Kuyovingiz juda ma'qul kelganmi deyman. Albatta-da, uni qavm qarindoshi ham yo'q, bu ajoyib-ku. U yetimmi? Ha, bolaligida boshiga kulfat tushgan. Menimcha onasi tentak bo'lgan. Qizingni qaynonasi yo'qligini bilsang, ancha xotirjam tortarkansan. Adashmasam shu atrofda bo'lish kerak. Qo'limni qo'yib yuboring, baribir tekinga hech nima bitmaydi. Keling, birni yoniga 7 ta nolni qo'shib qo'yaylik. U sog' salomat, shundaymi? Haqqingizni beraman, gapni aylantirmang. U keksayib qolgan, kutilmaganda bo'g'inlarimi yo boshqa joyim og'rib qolishi mumkin. Gapni aylantirmang. Uni qayerdaligini pulni to'lab qo'yganingizdan keyin bilasiz. Ammo onasini topganimni unga aytmayman. Shu insofdanmi? Nima demoqchisiz? U bolaligida oilasidan mahrum bo'ldi. Yonida bironta mehriboni qolmadi. Bu yurak bag'rimni o'rtab yubordi. Menga baribir qo'ng'iroq qilarsiz. Dongun, akini to'yi kelasi oydamidi? Ha, pulni onang hisobiga o'tkazdim. Shaxsan qo'lingga bermaganim sababi ularni kiyim va aksiyalarga ishlatib yuborishing mumkin. Shuning uchun to'g'ri onangga o'tkazdim. Yig'layapsanmi? Yo'q, nega yig'layman? Seningcha qancha ham kiyim olardim. Menga buni keragi yo'q. Kammi? Buni berishingizni o'zi xato edi. Shunchaki meni bu ishga aralashtirmaslikka harakat qiling. Qachon sen kirdim? Yaxshi qoling. Xantesandan so'rab ko'rchi, agar onasini ko'rsa birinchi bo'lib nima qiladi? Shuni undan so'rab bil. Onasiga yetkazib qo'yaman. Nima demoqchisiz? Gapimni aytsang bo'ldi. Xayr.
Iltimos ketma. Mendan yiroqda bo'lishingni istamayman. Bir umrga ketmayapman-ku. Ortiq yolg'iz qolgim yo'q. Kedirmoqchi bo'lyapsiz. Chunki senga olmadan foyda yo'q. Borishni istayman. Ketma. Shunday qilamanki, ketmaganingga pushaymon bo'lmaysan. Buni o'zim sizdan qarzim bordir. Ammo hayotim hali o'zimga tegishli. Demak, buni qarzing bo'lgani uchun qilibsan-da. Unday emas. Hammasini bartaraf qilaman, bunga shubhang bo'lmasin. Ortiq qaytarilmaydi. Shunday umidsiz kunlarim bo'ldiki, xuddi senga o'xshash farzandim ham bo'lar. Tez orada qo'lingni so'rayman. Men bilan qol, ketma. Seni dunyodagi eng baxtli odamga aylantiraman. O'ylab ko'rishimga imkon bering. O'ylashingga hojat yo'q. Sen uchun barini muhayyo qilaman. O'ylaydigan nima bor? Londonda nima qilasan? Nusxa ko'chirish, qahva damlash bilan shug'ullanasanmi? Bunga haqqim yo'qmi? Yonimda undan-da muhimroq ishlaring turganda nega u yerda bu ish bilan shug'ullanishing kerak? Ko'ngilxushlik uchun Londonga bormoqchimisan? O'ylab olishimga vaqt bering. Shokoladli va mazali jem. Unda shu 200 ta bahorni qo'llaringdan tutgancha o'tkazarmikanman? Har kun erta-yu kech sen bilan birga. Umido, orzuyingdan voz kechma. Hatto ishlaring o'xshamagan taqdirda ham bu hech nima qilmagandan ko'ra yaxshiroq. Iltimos ketma. Mendan yiroqda bo'lishingni istamayman. Haqiqatan ham ketkim kelayotgan bo'lsa-chi? Yonimda undan ham muhimroq ishlaring turganda nega u yerga borishing kerak? Samido, biz hali 30 ga ham kirganimiz yo'q. Turmushga chiqishimni xohlaysizmi? Hozir kim ko'r-ko'rona turmush quryapti? Dunyoda qancha odam o'zi istagancha yashar ekan? Sen ham shunday yasholmaysanmi? Sizningcha orzuyim faqat moddiy muammolardan qutulish bo'lganmi? Yo'q. Men bilan baxtiyor yashash. Bu orzularingni bir qismiga aylanishini xohlardim. Xayrli tong. Erta kelibsizmi? Xodimlarim kelmadimi? Buni tuni bilan o'ylab chiqdim. Men uchun qilgan yaxshiliklaringizdan juda minnatdorman. Yoningizda o'zimni baxtli his etdim. Hali ham menga yoqasiz. Ammo men o'zimni ham yaxshi ko'raman. Barcha qilganlaringizni qaytarishga so'z beraman. Keling, orani ochiq qilaylik. Hech bo'lmasa qarorimni hurmat qilishingizni istardim. Ortiq ko'rishmaylik.
fucking me.